kambag'al nimaga kambag'al? Aytaymi sizlarga nima kambag'alligini? Mas'uliyatsizligi, dangasaligi, xuyi pilotligi, jallab xarakteri iflosligi, o'shandan kambag'al bo'ladi odam. Unaqalali kambag'al xuy pilotligi uchun kambag'al degan gaplarni yig'ishtirish, o'y boyvachchalar. Qo'li pul ko'rib qolgan ahmoqlar. Kambag'al xuy pilotligi uchun kambag'al emas, nabarot sallarga o'xshab haramga yugurmagani uchun kambag'al bo'lishi mumkin. Halol rizq tergani uchun kambag'al bo'lishi mumkin, lekin xuy pilotligi uchun kambag'al emas u insonlar. 200 so'm pul topgan kishim bo'lib, 200 so'm cho'ntagim pul ko'rgan kishim bo'lib, og'zimga kelganini gapirsam bo'laverar ekan deyishmagin, o'y. O'sha kambag'allar kerak bo'lsa, sallardan martroq, sallardan ehsoni ko'proq, sallarga o'xshab topganini olib borib uyiga ko'tin tagiga bosib o'tirmaydi. O'zidan jichcha oshirsa ehson qiladi, o'zidan jichcha oshirsa yordam beradi, yordamga qo'l cho'zadi. Kambag'al mana shuning uchun kambag'al. Kambag'al nima uchun kambag'al? Qo'li ochiqligi uchun kambag'al. Gapingni o'ylab gapirishgin, sukalar. Sallar boyvachcha bo'lsang, Alloh rizqingni ko'proq bergani uchun boyvachchasan. Ey, xohlasa Alloh bir deganda olib qo'yadi, sallar ham kambag'al bo'lib qolishasan.